Bu loyihamiz GVC da qurilayotgan Stacks loyihasi Pasha Developer tomonidan qurilyapti. Narxlari $180,000 dan boshlanadi bir xonali uylarimiz. Endi loyiha ikkita binodan iborat bo'ladi. Bu birinchi binoyimiz, bu ikkinchi binoyimiz. Va pastki qavatida 5 qavatli parkovka bo'ladi va qulayliklari aynan mana shu o'rtasida va oldi tomonlar bo'ylab joylashgan bo'ladi. Endi bu GVC rayoni, bu Five Hotel, ya'ni GVCdagi Five Hoteli lokatsiyasi juda ham zo'r. Bu GVCni o'rtasidagi townhouse'lari, mana bu parki. Endi bu rasmga o'tamiz. Bu GVCni butun GVCni lokatsiyasi. Butun GVCni lokatsiyasida aynan mana shu joyda joylashgan bo'ladi. Mana shu ikkita binoyimiz. Endi loyihani narxlari $180,000 dan studio apartamentlar boshlanadi. $194,000, $200,000 ga yaxshi variant olsak bo'ladi. One bedroom uylar esa $245,000 dan boshlanadi. $245,000, $250,000 one bedroom degani, ya'ni ikki xonali. Xuddi mana shunaqa holatda bo'ladi. Buni ko'rsak, mana bunaqa bu joydan kirish hozir. Bu joydan kirish, oshxonamiz bu tomonda, televizor ko'radigan joy, yotoqxonamiz, bu umumiy sanuzel, bu yotoqxonaning o'zini sanuzeli. Shunaqa holatda bo'ladi. Hozir lokatsiyasiga yana bir bor to'xtalamiz. Undan oldin qulayliklarini ko'rib chiqsak, qulayliklari bolalar uchun basseyn, o'yin zonasi, tashqaridagi park, keyin multipurpose room, ya'ni bu treninglar, biron bir biznes uchrashuvlaringiz nima bo'lsa, mana shu xonani o'zida o'tkazsa bo'ladi. Luxury spa bo'ladi, sauna bo'ladi, meditatsion zona, ichkaridagi zal, keyin shunaqa sport maydonchalari, yugurish maydonchasi, kinoteatr, biznes center, lounge zona va mana shunaqa lagonli basseyn bo'ladi alohida. Endi loyihamiz lokatsiyasiga aynan metro plani bilan qaraydigan bo'lsak, mana bu GVCni lokatsiyasi, GVCni hamma biladi. GVC aynan mana shu joyda 3 ta joyga metro bekati keladi. 3 ta joyga, bittasi mana bu joyda, bittasi mana bu joyda, bittasi mana bu joyda bo'ladi. 3 ta joyda. Endi bizni uyimizni qurilayotgan lokatsiyasi mana bu Five Palm bo'lsa, aynan mana shu joydan qurilyapti. Aynan mana shu joydan qurilyapti. Metroga shuna piyoda 2 minutlik yo'l bo'ladi. Loyihamiz xuddi shunaqa. Endi GVC lokatsiyani o'zini tushuntirsam, GVC lokatsiyasi juda ham zo'r lokatsiya bo'ladi. Sababi metro bekati bilan ikkita metro bekatni kesishgan joyida, aynan mana shu joyi, ikkita metro bekatni liniyani kesishgan joyi. Bittasi bu sariq liniya, mana bu qizil liniya bilan bog'laydi va bu liniya bilan bog'laydi. Bittasi bu liniya. Ya'ni markazda tutashgan joydagi metro bekat. Ya'ni siz ana shu metro bekat orqali hech qanday peristatkasiz shaharda har qaysi nuqtasiga chiqib keta olasiz. Bu birinchi qulayligi. Ikkinchi qulayligi, mashina bilan yurganingizda GVC mana bu shahar markazi bo'ladi. Mana bu hozirgi aeroport, bu Al Maktoum aeroport. Ikkita aeroport o'rtasida va e'tibor beradigan bo'lsangiz, 2000-yillar shahar markazi bu tomonda edi. Undan keyin 2008-yillar Burj Khalifa qurildi, shahar bu tomonga. Keyin mana bu dengiz bo'ylari, Palm Jumeirah, Dubai Marina qurildi. Undan keyin bu yoqda hamma lokatsiyalar qurilyapti. Ya'ni GVC, GVT, Jumeirah Golf Estate, ya'ni shahar bu tomonga, ya'ni Abu Dhabiga qarab kengayapti. Shu sababli siz uyingiz Dubayning markazida bo'lib qoladi va hamma tomonga qulay bo'ladi. Dubai Marinaga, Burj Khalifaga, birinchi palmaga, ikkinchi palmaga va hammasiga. Shunaqa ajoyib joyda joylashgan, metro bekatining oldida. Loyiha ham juda zo'r. Endi buni to'lov usuliga keladigan bo'lsak, to'lov usuli boshlang'ich 10% to'laymiz, keyin 30% ni, keyin yana 30%, ya'ni jami hisobda mana bu 10% boshlang'ich to'lab berasiz. Bu 30% da qurilish davomida to'lab berasiz.
Bu 30%ni uy bitgan vaqtda to'lab beriladi. Qolgan 30% mana shu joyga e'tibor bering. 36 oy davomida oyiga 1% dan to'lab beriladi. Bu degani, misol uchun 200 ming dollarlik uy olsangiz, 200 ming dollarlik uy olsangiz, buni 30% 60 ming dollar bo'ladi. 60 ming dollarni ijaradan qoplatsangiz bo'ladi. 60 ming dollarni 36 oy davomiga uyni ijaraga berib qoplatsangiz bo'ladi. Sizga uy xuddi 140 ming dollarga tushgandek bo'ladi. Ham metro bekatni oldida, juda ham qulay loyiha. Ham mana bu post handover payment bilan, ya'ni uy tayyor bo'lgandan keyin ham sizga rassrochka beradigan varianti bor. Bunaqa shart, misol ko'pchilik mashhur kompaniyalarda, Bengattida, Emarda yo'q. Shuning uchun bu uyimiz to'lov usuli ham juda ham qulay. Shunaqa ajoyib loyiha. Metro bekatni oldida, GVC ni markazida, Public Parkni oldida bitta ko'rib chiqsangiz bo'ladi buni ham.